18 yoshli bola. Adasidan beruxsat mashina haydab ko'rib turibsizlar. 18 yoshli bolani qilgan ishini ko'ryapsizlar. Bu bola adasiga nech pul zarar keltirdi? Ko'pchiligi qiziq bo'ldi shu savol. 14 ming dollar zapchastga ishlatdik. Hamma narsa originali qo'yildi. Qaranglar. Original zapchast qo'ygan bilan mashina bitib qolmaydi. Sifatli servisga olib bormasa, mana natija bunaqa chiqmaydi. Mashinalarni urib olmanglar, servislarga ishga tushmasdan, lekin mabodo shunaqa xizmatlar bo'lsa, har doim original zapchast qo'yib, yaxshi servisga olib kelinglar. O'shandagina mana zazorlari hammasi как заводской bo'ladi. Biz bu etapga olib kelguncha bu zapchastlarni necha martadir yechib qo'yganmiz. Krilo, kapotli yechilgan, qo'yilgan, stendda tortilgan. Bu etaplar o'ziga yarasha vaqt oladi, o'ziga yarasha ancha ish. Mana eshiklar yana miyatina qilinadi. Tarpetkalar hali bu yerda qo'yiladi. Ancha muncha ishlarimiz bo'lib qoldi. Marka jarayonlarni ham xudo xolasa qo'yib beraman. Sizning uchun bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. Okey, qarang, sizga ham shunaqa sifatli servis xizmatlari kerak bo'lsa, Kuzov Expertga kelaverasizlar.